Qiz otasidan xafa bo'ladi. Men 17 yoshga kirdim. 17 yoshga kiramanki, hech qaysi bir tug'ilgan kunimda adam menga katta, qimmatbaho sovg'alar qilmagan. Maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda 5-6 sinfdaligimning o'zida o'rtoqlarimning ko'p narsasi bo'lardi. 5-6 talab har xil yangi kiyimlar, tuflilar, sumkalar olib berardi ota-onasi. Mani otam unaqa narsalar sovg'a qilmaganlar. Adam meni yaxshi ko'rmaydilar. Mana 17 yoshga kirdim, 18 yoshga ketyapman. 18 yoshga ketyapmanki, adam menga bir qadrli narsa sovg'a qilmaganlar deb qiz otasidan xafa bo'lgan. Otani sharoitini tushuntiradigan bo'lsam, ota oddiy bitta ishchi, rabochiy. Oyliga olayotgan puli, ro'zg'origa zo'rg'a yetib turar ekan. Kommunalniy to'lovlar, nalog, yeyish-ichish, boshqa bu. Otani o'zi daji oyoqiga qish vaqtida bitta eti ham ola olmas ekan. Suv o'tib ketgan bir eski yozgi tuflini qachondan bir otasi qishda kiyib yurar ekan. Endi qiz yosh, 17 yosh qiz. Otasini yo tushunmas ekan, yo tushungisi kelmas ekan. Nimaga endi menmi o'rtoqlarimda bunaqa bo'lish kerak? Nega bu o'rtog'im iPhone tutadi, men bunaqa telefon tutaman? Nega bu bunaqa narsa kiyimlar kiyib yuradi, men bunaqa nega menda bunaqa emas degan savol bo'lar ekan. O'rtoqlari, dugonalari har xil joylarga borib, uydagilar tug'ilgan kun qilib bersa, boshqa qilsa yoki-da shundoq obed qilgani ham qimmat joylarga chiqib ovqatlansa, nega men bunaqa bo'lishim kerak? Adam meni yomon ko'radilar deb o'ylar ekan. Adasiga aytar ekan. Ada, men 18 ga kiryapman. Shuncha yil 17 yoshimgacha menga tuzukroq sovg'a qilib bera olmadingiz. 18 yoshga kirganimda ish qilib tuzukroq sovg'a bering. Ota bo'lib nima qildingiz? Siz meni yomon ko'rasiz deb adasiga aytibdi. Adasi bu gaplarni eshitib, dili og'rigan, hech narsa demagan, indamagan. Mayli, qizim yosh, kattaroq bo'lsa o'zi tushunib olar deb o'ylagandir-da adasi ham. Qiz 18 yoshga kiradigan vaqti yaqinlashib qopti. 18 yosh. Nima ham bidir bo'lib, ko'chaga chiqib, uyiga qaytib kelayotgan vaqtida baxtsiz hodisa bo'lib, qizni mashina urib ketibdi. Avariya bo'lgan. Qiz ancha vaqt, endi bu orada operatsiyalar bo'lgan, boshqa bo'lgan, qiz ancha vaqt hushsiz yotgan. O'ziga kelib, ko'zini ochib, sog'ayibdi. Qiz oq tikagan. Doktorlar yig'lab qizga bitta xat berishibdi. Qiz xatni o'qibdi. Xat otasidan. Xatda taxminan shunaqa so'zlar yozilgan ekan. Qizim, jonim bolam. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Agar meni deb dugonalaringni oldida, o'rtoqlaringni oldida o'zingni kamsitilgandek his qilsang, meni kechirgin. Meni ham sharoitim, taqdirim shu oddiy ish bilan o'tib ketdi. Meni qo'limda bo'lganda senga dunyolarni bergan bo'lardim, qizim. Tug'ilgan kunimga nima sovg'a qilasiz deb so'rarding.
Men senga yuragimni sovg'a qildim qizim. Ota qiziga o'zini yuragini berib, o'zini jonini berib, otasini o'zi dunyodan o'tibdi. Bu narsa odamzod shunaqangi bir xil vaqtlarda noshukur bo'lib qoladiki, ota-onasidan ham ta'ma qilib qoladigan joylari bor. Lekin bilingki, ota-ona sizga bir narsa tugur jonini berib yuboradigan, borini berib yuboradigan zot bu yagona ota-ona. Ota-onadan hech kim ko'chada sizga yaxshi gapirib, boshqa qilib u bu qilayotganlar 99% manfaat uchun bo'lsa, ota-ona hech qanaqa ikkilanmasdan kasalmisiz, sog'misiz, chiroylimisiz, xunuvmisiz, hech o'ylab o'tirmasdan yaxshi ko'radigan bu ota-ona bo'ladi. Otalarni ham mehri ichida bo'ladi. Har doim ham kelib asalim, jonim deb quchoqlab o'pib, erkalamas. Sizga qimmat va baho narsalar sovg'alar qila olmas, lekin kerak bo'lsa jonini berib yuboradigan ota-ona bo'ladi. Bu hikoyamizdan o'zingizlarga yaxshi saboq, bilganlarga eslatma, bilmaganlarga bir ibrat bo'ladi degan umiddaman. Agar voqeamizni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Ota-onalarimiz har doim sog' salomat bo'lishsin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.